Alloh subhanahu va taolo bir bandani agar dunyoda poklamoqchi bo'lsa, bu ham sahih hadis, Rasulullohning hadislari. Bandani dunyoda poklamoqchi bo'lsa, unga bemorlik beradi. Boshiga musibatlar, imtihonlar yog'diradi. Va dunyodan o'tishlikda bemorlik bilan o'tadi. Hatto o'limini og'ir qilib qo'yadi. Ko'rgan odam uni o'limidan qo'rqadi, xavotir qiladi, meni boshimga kelmasin deb o'ylaydi. Lekin o'limni og'ir kechishi, og'ir vaziyatda dunyodan o'tishligi uni tamomiyla dunyoda xatolari yuvilishligi sabab bo'ladi. Qiyomat kunida yorug' yuz bilan tirilishlik uchun Alloh taolo uni imtihon qiladi. Agar Alloh taolo bir bandani yomon ko'rsa, uni ofiyatda qilib qo'yadi. Unga qiyinchiliklar chekkaga surib qo'yadi. Uni hamma narsasi yuradigan, oshig'ini ochiq qilib qo'yadi. Uzatgan qo'li yetadigan qilib qo'yadi. Va